va'daga vafo xotinga jafo deyilgan. Mana xuddi o'sha ikkita qo'yimiz hojba moliyatdilar. Nech puldan endi? Hop 1 million 300 dan chiqardikmi 2,5 million so'rayaptilar. Xudo xos telefon qilib mana qo'yib berma. Ikki tarafda. Buni telefon qilib kelishaveradi. Boshqa narsasi yo'q. Munoni hojba Dilxushlo bilan siz yaxshi kunlarga boqing 2,5 millionga sizga sotildi. Bor. Qodirxon, bugungi qo'yda qanaqalar chiqadi? Bugun bor-ku. Bozorga ham ta'sir qiladi men qo'ygan narxlar. O'ta arzon, eng narx bomba bo'ladi. Hop 2 million 600 dan, 2 million 700 dan boshlab 1 million 300 minggacha qo'yib beradi. Videoni oxirigacha ko'rishadi. Kommentariyga otanga rahmat, like bosib, yangi kirib turganlar bor, podpiskani bosib qo'ysin. Bundan bu yoqqa davomiy bo'ladi. Xudo xohlasa qishloqda qo'yib bermamiz ham bor. Yo'lda bo'yida qiynalishmaydi. Kelib xohlaganlarni olishaveradi. Videoni oxirigacha ko'rsin, 1 million 300 mingdan ham qo'yib beradi. Bo'ldi, gap yo'q. Omadingiz bo'lsin. Assalomu alaykum Chorva savdo YouTube kanalining a'zo obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga seshanba 2025-yil 15-aprel biz Namangan viloyati Namangan tumani arzonchilar va o'qituvchilar qishlog'i Tepaqo'rg'onda, ya'ni Qodirxon ukamizning xonadonidamiz. Boshlangan kunlaring xayrli va barokatli bo'lsin deya biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Zo'rsiz, charchamayapsiz. Yaxshimisiz? Sog'lik joydan. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursin. Bugun bor-ku, o'ta sensatsiya bo'ladi. Narxlar o'ta bomba bo'ladi. Maza qilib ko'rishgan vaqtlarga achinishmaydi. Videoni oxirigacha ko'rsin, maza qiladi. Men narx aytaveraman. Uka telefon qilib, appga deyishgan xolos. Boshqa narsa tortishi, boshqa narsa bo'lmaydi. O'ta optim narxda maza qilib ko'radigan video bo'ladi bugun. Kanalimizda yangiligimiz uchun narxlar past bo'ladi-da. Qarab turing, men yangi mana. Siz kanalingizda bor klientni o'zimga tortib olaman, xudo xolasa. O'sha darajada arzon bo'ladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Bomba. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa qo'rqmasdan xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Bugunga nech partiya Qodirxon? Bugunga bir 5 partiya eng qizig'i bor-ku, eng oxirida hech kim o'ylamagan narx qo'yib beradi. Bozorda ham yo'q unaqa qo'y. Eng arzoni sizda bo'ladi. Eng arzon. Mana hurmatli obunachilar, eng arzoni Qodirxon ukamizda bo'ladi. Kimga qo'shqorlar yaxshi ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Haqiqiy bular qo'chqormi? Bular qo'chqor, 7 tasi qo'chqor, bittasi so'liq. Bitta ko'paysin. Nech partiya chiqaramiz o'zi qanaqasidan? Hozir monos qarang, jicha baland turadi. Undan keyin pastlab ketaveradi. Zinapaya bo'lib ketadi, pastga tushiladi. Hop, bular qachon yetib kelgan Qodirxon? Ularga ketadi 2 kun bo'lgan. Yebichov sinovda o'tilgan, bemalol. Yebichda muammosi yo'q. Ha. Yebichda xudo xolsa muammosi yo'q, sinovda o'tgan. Yo'tali, kasal kusali, hamma yo'q, sog'lig'i joyida. Hozirga buni qilishatda bir hafta bemalol sinov olishaveradi. Bo'ldi. Yebichiga bir hafta garantiyasini beraveradi. Bo'ybaslar nima deymiz bularni? Bo'ybaslarnimi? Ha. Buni naqlaylikda qarang, o'zi 65 shunaqa. 60 plyusga olishaveradi. Nimaga? Narxi shunaqa bo'ladi, o'ta arzon bo'ladi. Bu 60 narxida olishaveradi. Biz 60 plyus, 60 narxida olishaveradi. Ha, o'sha. Bo'ldi. Borganda ham o'lchab olishga 60 dan tevas padarka. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu qayerda qo'zilari? Tojikistonda qo'yiladi aka. Tojikistonda sor variantlari. Hurmatli obunachilar, tushga dumba deysizmi? Kimdirga mana bunaqa ketiman dumba mondaqalari yoqadi. Yuzlari ham bor, yuzlari ham aytib turibdi, buni xudo xolasa. O'ta chiroyli. Boqadigan narsalar. Xudo xolasa. Narxini nima deymiz buni? 8 tasini bir joyga olsa, narxinimi? Siz kanalingizda tortishmaydan bo'ladan qilaysiz. Savdolashmayman men, hading. Nimaiki partiya 3-4 partiya deyapsiz, ko'proq olgan. Savdolashmayman, bo'lishini oxirgi narxini. Men aytaman, bomba bo'ladi, xudo xolasa. Gapiring, ya'ni prosta og'zingizdan chiqqaniga joy qilib qo'ysangiz bo'ldi. Обязательно, men 8 ta qo'y so'rashim, 8 ta qo'y yetib boradi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Bo'ldi, gapiring narxini. 2,5 millionga ketaradi. 2,5 million. Xayr qilib beramizmi? Bunimi? Hayrini ham mashina qilaylikmi? Mashina ochiqlab ketaveradi. Menga yengil bo'ladi-da, anaqa 5 ta qoldi, ozrat qilmaydi. 2 million 400 mingdan ketaveradi. 2 million 400 ming so'mdan dastavkasi. Dastavkasi bor, vodiy bo'ylab. Undan yoqqa telefon qilishlardi, kelishiladi. Vodiy bo'ylabimiz u bo'lmadi u. Uni yo'q, buni hech bo'lmasa Toshkentga da qo'yamiz dastavkasini. 8 tani oldim deysiz, Samarqandga chaqib beramiz. 2 million 400 ming. 2 million 400 ming. Mana hurmatli obunachilar, martadan mana bunaqa bo'ladi. Eshitdilaring? 2 million 400 ming so'mdan. Orjon aka men vodiy bo'ylab deb o'rgan qopman-da, Samarqandga demakda. Samarqandga da dastavka xizmati bor, hurmatli obunachilar. Soni 8 dona, 7 ta qo'chqor, 1 dona urg'ochisi bor ekan. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Ammo haqiqiy kelajagi bor, kelajakda o'sha zo'r qo'chqor bo'laveradigan variantlar.
Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Biz videoni ko'p cho'zmaylik, keyingi partiyalarga ko'rsatamiz. Bo'ldi, keyingilar. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyani bo'ldim bilani qarang. Maşalloh. Haqiqiy chiroylilar ekan. Nihoyatda zo'r xudo xolsa. Bu son nechta bunisini? Buni 9 dona. 9 dona. Eng qizig'i bor, boyaga buni hammasi qachqor. Hammasi qo'chqor. Ha, hammasi Ichida sog'lig'i yo'q, urg'ochisi yo'q, xudo xolsa. Pichmasi ham yo'q, Yo'q, ichida. bunaqasi yo'q xudo xolsa. Bo'ldi, mana Hammasi hurmatli qo'chqor. obunachilar. Buni bo'y bastini nima deymiz? Buni bo'y basti ham xuddi shunaqa. Eng qizig'i bor, narx undan arzon. Uni arzon qilib beramiz. Xudo xolsa. Chiqqan sal tushib ketilaveradi. Hurmatli obunachilar, videoni oxiriga ko'rib bittadan like qirsillatib urib turinglar mana. Qo'chqorlarni haqiqiy bo'laman deganlar o'zi aytib turadi mana, bo'laman deganlari kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Haqiqiy zo'rlar. Ekrandagi nomerlarga mana qarang, turuvlar qarang. Bir yuruvlarga baho berib ko'ring mana qarang. Mashalloh. Haqiqiy zo'rlar, ammo bular yosh oyligi qanaqa bulardi? Bularni yosh oyligimi? 4 plus minusda. 4 plus minusda. O'zi Yeb ichishda boshqasida muammosi yo'q bularga, ammo endi biz har bitta chiqqan partiyamiz yeb ichishni sinab so'rab ko'rmasak bo'lmaydi, to'g'risi. O'sha Har bitta chiqqan partiyamiz zo'r bo'ladi. yaxshi bo'ladi. Xudo xolsa yo'tali, kasal-kusali yo'q. Yo'q, naqasi yo'q. Sog'lig'i joyida, mana hurmatli obunachilar, sog'lig'i joyida. Soni 9 dona, hammasi qo'chqor. Xo'p, bu narxini nima deymiz? Bu narxi ham 2 million 400 dan ketaveradi. Yo'q, o'tib berasiz, xayr qilib beramiz. Buni ham xayr emas, telefon qilib apga deyishadi, boshqa narx aytilmaydi, hamda 2 million 300 mingdan ketaveradi. Dastavkasi Samarqandga. Dastlabki ketaveradi, o'ylanishmaydi, telefon qilishadi, hurmatli obunachilar, dastavkasiga o'ylanmaysizlar, xudo xolsa dastavkasi besplatni 2 million 300 ming so'mdan Samarqandga dastavka xizmati bor. Ammo haqiqiy qo'chqorlarni haqiqiy kelajakda yorvoraveradiganlari mana hurmatli obunachilar. Ham shalpan qiladi, quloqlari ham shalpan. Nihoyatda chehralarni maza qilib boqadigan haqiqatdan chehralarga bir e'tibor berib qarashingiz. Xudo xolsa yeb ishlarda muammo yo'q bo'lsa bo'ldi. Asosan Qodirxon yeb ichishida-ta buni. Orbaga narxlarimiz yeb berib tursa, ichib berib tursa bo'ldi. Yeb ichish zo'r. Qarang-da, biz unaqa ko'p non talab emasmiz. Yengil bo'lsa bo'ldi. Telefon qilib 9 sani bir joyga uka, menga jo'natib ber deysa-da, yengil xayrini ham qilib beradi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana kimga yoqsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'chqorning haqiqiy zo'rlari soni 9 dona. Puli yengil. Bitta kassa qilib yig'ib yurgan pulingizga yo'q qo'yaveradigan variantlari mana hurmatli obunachilar. 2 million 300 ming so'mdan hammasi qo'chqor. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Biz keyingi partiyalarimizni chiqaramiz. Mana hurmatli obunachilar, keyingi partiyamiz bular sal julli varianti, lekin qo'zlar haqiqiy danagi ekan. O'ta yirik variantlar. Yirik variantlar bular. Haligi deyshadi, chishtkavagida saqlayapmiz deydi-yu. Chishtkavagida qo'zlar bular. Hurmatli obunachilar, mana bular qanaqa endi? Yoshlari, bularni yoshlari nechta qo'chqor, nechta sovliq? Bitta sovlig'i bor ro'liqqa. Xo'p. Aga hammasi qo'chqor. Bitta sovliq bor. Qaysi biri sovliq ekan? Sovliq mana chekkadagi chekkada. Eng chekkadagi sovliq. Qolgani hammasi qo'chqor. Soni 7 dona. Mana hurmatli obunachilar, soni 7 dona. Bir dona sovliq, qolgan 6 donasi qo'chqor. Bitta obunachimiz xudo xolisa qo'yi ekan. Xo'p, yoshlari qanaqa bo'lardi endi? Yoshlari 5 oy tepasida. 5 oy tepasida. Ha, bemalol. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ybastlari adashmasam 70 plyusda bular. 70 plyusda. 70 ga olishaveradi. Aytaman, men 5 pas olishaveradi, pul o'ta arzon bo'ladi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolsa qo'ylar yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Bitta yarimtasini mashinalarimda ushlab ko'rsatingchi. Ko'rsatingchi ashlarimda. Buni bir qo'zlarni ushlab ko'rsataylik. Mana qarangda, toza gisori degani mana shular mana. O'zi yaxshi bilsangiz ham keramda, to'kilyapti. O'zi obunachilaringiz yaxshi biladi. Buni qarang, yuzlari ham haqiqatan toza. Haqiqiy. Keyin bitta ikkitasi emasda, hammasini yuzini bitta ko'rsatim, yuzi ham chalpan quloq. Quloqlari ham haqiqiy zo'r ekan mana. Bir chehralarni ko'rsatib o'taylik. Mana endi tursin, qo'ymay turinglar mana. Mana hurmatli obunachilar, bir e'tibor berib ko'ringlar. Kalla boshiga e'tibor bersanglar, kallasi chiroyli bo'lsa, qo'ydi qolgani xudo xolsa o'ziga yarashib bo'lib o'zgaraveradi. Ular narxini nima deymiz bularni? Ular narxini qarangda Arbaga. Boshqalar qo'yyapti, biz narx qo'ymaymiz. 3 million ham yo'q, 28 ham yo'q-da. Hop. Xayrni qilib beramiz yengil. 28 gami? Ha. Nechi puldan? Xayr qilib beramiz. Men video boshida aytdim, qo'yingiz ko'p ekan, men savdolashmayman. Men savdolashadigan bo'lganimda buni hali 2 million 400 mingdan ham 2 million 300 mingdan so'rab chiqardim. Buni dangal bitadiganini aytavering. Bitadigan 20 metrda hali telefon qilishadi.
chiroyli qilib xayrni ham qilib beramiz. Xayr o'tib Ha, beradigan bo'ladi. bor. Yengil lekin oz emas, ko'p emas. Endi shu savdolashmadi deganingizga borini Hurmatli obunachilar, eslaringda bo'lsa, men har bitta videoda bittadan savdolashib chiqardim. Bugun savdolashmadim, savdolashmaganimda hisobidan ularga aytdim, men savdolashmayman, qo'ylaringni partiyasi ko'p ekan. Videomiz cho'zilib ketadi. Shu maqsadda savdolashmadim. Bo'ladigan o'zlaringga ozginadan qolsin. Men obunachimni ham o'ylab narx qo'yinglar. Orjanaga menga qarab qo'ydi. Mana obunachilarimiz videoni ko'rib turishdi. Kommentariyada halol pok yozishadi, lekin 5 ta qoldi og'zimga tiqib olgan yerim yo'q. To'g'ri. Arzoncha. Gapi otangga rahmat deysin, narxlar bor. Bundan arzon kelsa, undan ham arzon qo'yib beraman. O'tgan safar munchadan sotdim degan menga bo'lmaydi aka. Bo'ldi mana. Arzon Eshitdilaring. Xudo xolasa arzon kelsa, har qancha arzon kelsa, arzon qo'yilaveradi. Bitta jon, bitta o'zimman aka. To'g'ri. Bular ham oshcha foyda qilishmaydi. Misol 50 ming, 100 mingdan foyda qilsa, misol rasotdan tashqari bular ham to'xtamay sotadi. Bular nimasiga foyda qilishadi? Ular soniga foyda qilishadi. Soni ko'p. Xudo xolasa bir adashmasam bir 50 bosh oshiroq ekan-a. 50 bosh oshiroq, hurmatli obunachilar. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Biz 2 million 700 ming so'mdan buni narxi biz keyingi partiyalarni chiqaramiz. O'tib beradigan joyi bor, xayri bor. 2 million 700 ming so'mdan deb qo'ymanglar. Ozginadan xayrini qilib beradilar. Dastlabki xizmat buni ham Samarqandga to'g'rimi? Hammasini bir joyga olsa Samarqandga. Bo'ldi. Ketaveradi, bir joyga. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Hammasini bir joyga bo'lsa 2 million 700 ming so'mdan 6 dona qo'chqor, 1 dona solo. Yana bir bor eslatib o'taman. Biz keyingisini chiqazamiz. Mana hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyamiz. Bular qanaqa bular? Bular hammasi qochqor. Qo'chqor hammasi. Hammasi qo'chqor. Bundan keyingisiga sog'liqlarni ham chiqarib beraman. Hop, Qodirxon, o'sha o'zingiz aytgandek bir obunachilar mazza qilib bir oladigan narxda ham qo'yamiz. Endi bor, endi mashaytaga keldi-da, haqiqatan narxlar arzon, o'ta bomba bo'ladigan yerga keldi. Hop, haqiqatan endi bundan bu yoqqa narxlar yana ham tushib boraveradi. O'ta arzon bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, narxi juda arzon bo'lib, mazza qilib, sizlar shunday savdolashmay, shunday telefon qilib qo'ydi, olib kelaver deydigan joylari kelibdi. Shoshilaverasizlar, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bu soni nechta? Baydan soni, 4 sonni ham hali bilganman. 10 donaga bir pachka. Bir pachka. Bitta obunachimizni qo'ying, hurmatli obunachilar. Soni 10 dona. Bitta obunachimizni qo'ying. Ichida mana chiroyli ekan ashlari ham. O'ta chiroyli. Ashini bitta o'shancha ash qo'shqardi mana shuni. Mana shuni bitta o'shancha. Eng zo'ri mana shu ekan. Mana hurmatli obunachilar. Gar bunisini qara. Voda qarang. Jonon sabaqaman deganlarga. Haqiqatan boqib maza qiladigan. Mana. Yosh oyligi qanaqa bo'lardi endi? Ular yosh oyligimi? 3 oy tepasida. 3 oy tepasida. Xotirjam 3 oy. Bo'ybaslari 65-60 ga olishaveradi Ha, buni. shunaqa olishaveradi. Shunaqa. O'zi hammasini o'z puli arzonligidan ancha pasaytiryapman metrini. Bo'ldi, tushunarli mana. Hop, qo'yga qaraganda, xudo xolsa narxi ham arzon bo'lyapti. Bo'ybaslarni ham 5 sm kamroq aytilyapti. To'g'ri, siz obunachilar maza qilinglar deb. Hammasi sizlar obunachilar uchun, hurmatli obunachilar. Xudo xolsa xotirjam qo'rqmasdan aloqa chiqib, menga ashi 4-partiyamiz, 5-partiya qo'chqoring jo'na deb xotirjam aytaveradigan variantlar. Ularga qarangda, hozir ko'pchilik bor, yangi kiryapti, biz keyin to'g'rilmay qolyapmiz videoni, boshqa narsa deyishyapti. Laykni bosib, otangga rahmat. Bunday podpiska bor tepada, o'zi qora yozib qo'ygan. Katta odamlar tushunmaydi. Podpiskani bosib qo'ysa, xudo xolsa ishimiz davomiy bo'ladi. Bundan ham arzon, nihoyatda chiroyli qo'ylarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Bo'ldi, bular narxini ayting. Obunachilarimiz bir maza qilsin chiqani bular. Narxini eshitib 22,5 dan ketaveradi bular. Endi shu bomba bo'ladi-da o'shanda orqaga. Men savdolashmayman desam siz bo'ldi, savdolashmaysiz hamda 22 dan bir joyga 10 tani oldim deyshadi. Yengil, ozmas, xayrni qilib, chiroyli qilib jo'natib beradi. Bo'ldi, o'tib berasiz 22 dan. 22 dan yengil, ozmas. Bo'ldi. Sunnatiga savdolashib qo'yiladi. Hurmatli obunachilar, mana 2 million 200 ming so'mdan hammasini bir joyga bo'lib, soni 10 dona bitta obunachimizni qo'ygan ekan. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi qo'chqor, ichida chimasi sog'lig'i yo'q. 10 ta qo'chqaring bormi desa, mana qo'chqarim bor deb maqtanaveradigan variantlari. 2 million 200 ming so'mdan xayrini ham qilib beradi. Biz keyingi partiyalarimizni chiqaramiz. Mana hurmatli obunachilar, keyingi partiyamiz. Buni soni nechta buni? Buni soni 7 dona. 7 dona mana hurmatli obunachilar. Bular adashmasam, bular hammasi sog'liqmi? Hammasi sog'liqda, ko'paysin. Mana, ko'paysin. Ko'paytirib zot olaman deganlarga xotirjam tavsiya qilaveramiz mana. Ular ikkitasini juni olingan ekan, ha? Ikkitasi tayyor. Tayyor.
Ularni ham junni olib jo'natib ver deysa, junini olib jo'natib beraverasiz, ha? Video qilib jo'natib beraveramiz. Bo'l. Hech qanaqa haligisi yo'q. Bularni yeb ichish qanaqa ekan? Va yeb ichib hammasini bir hafta sinab olishaveradi. Bo'ldi. Nech partiya qo'yib chiqqan bo'lsa, hurmatli obunachilar, hammasini birma-bir sinab olaverasizlar mana. Har bitta qo'ydi. Xudo xolsa, yeb ichishiga, sog'ligiga garantiyasini xotirjam beramiz mana. Xo'p, bo'ybaslari qanaqa bo'lardi? Bular ham 60 plus. Bular ham shu 60 ga beradigan narx. Bo'ldi. Bomba bo'ladi. Uni narxini tushiramizmi? Buni narxini bitta aytaman. Siz ham tortishmaysiz, obunachilarim angladingiz xolos. Bo'ldi, bitta aytingchi narxini eshitaylikchi. Bo'ldi, unaqa 22 ham, 23 ham yo'q, 21 dan hammani jo'nat deysa bitta joyga ketdi. Xayr qilib beramizmi? Endi xayrni qilib bersa, to'g'risi ustiga qilmay qoladi-da. Qoplamay qoladimi? Sog'lig'i o'zi bunday normalni katta-katta-da. To'p-to'p. Agar sal pachaqroq bo'lganda ham bo'ldi, arbaga ayri bor ya, u narsa deyiladi. Bo'ldi. Xayri oxirgi narxi 2 million 100 ming so'mdan Samarqandga do'dastavkasini qilib Ketaveradi, beramiz. telefon qilib jo'nat deysa bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, Xudo xolasa, astoydil telefon qilsalaring, sizlarga sal pichillayib aytib qo'ying, xayrini ham qilib beradi, xotirjam aloqaga chiqaverasizlar mana. Telefon 2 million qilsa 100 ish ming bitadi, so'mdan. bo'ldi aka. Ish bitar. Ha, Mashinada gapiraylik, bu xayri yo'q deb qo'ysangiz, telefon qilgan odam ikkilanib qoladi, to'g'risi. Sunnatiga yengil-yengil. Ha, ana, shu 10 ming so'mdan bo'lsa ham, 25 ming so'mdan bo'lsa ham xayrini qilib berasiz. Hurmatli obunachilar, mana kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar, hammasi sog'liq. Men ko'paytirib, o'zim qo'y qilib, o'zimdan chiqarib, zotni yuraman deganlarga xotirjam tavsiya qilaveramiz bu qarang. Ularga bir e'tibor berib ko'ring. Yurishlari hamma yo'g'i sog'lig'i, hamma yo'g'i joyida. Soni 7 dona. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Musa menga video, Qodirxon, menga video boshida aytdingiz, hali arzonlari, yana ham arzonlari bor dedingiz. Ularni ham chiqaramiz. Men bitta qo'y chiqaraman, bozorda ham tovush olmaydi, xudo xolsa. Qachon chiqadi u? Hop, bo'ldi, shundan keyin ham chiqarib beraveraman. Bo'ldi. Tushmasin. Bundan keyin yana bitta ina bola ham bir ko'rsataylikchi. Ina bola bor. Ina bola bor, chitga bari, o'ta arzon. Ana shuni qo'yaylik. Olib kelaveringlar buni. Mana hurmatli obunachilar, Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Haqiqiy zo'rlari kelajakda o'sha Xudo xolasa zakoniy sog'liq bo'laveradigan variantlar mavjud bo'ladi. Qarang. Mashalloh, hammasi tikka dumba, yeri dumba. Zo'rlar. 2 million 100 ming so'mdan. Qarang. Siz o'ylamagan narxda arzon, sifatli. Mana hurmatli obunachilar, keyingi partiyamiz 3 dona soni sariq qo'zlar. Qo'chqor sog'liq. Qo'chqor oljon aka. Uchoviyami? Ha, uchovi ham qo'chqor. Mana uchovi. Yo buni bittasi sog'liq dedilar-ku. Ha? Bittasi sog'liq dedilar shekilli. Musa buni bittasi sog'liqmi? Bittasi sog'liq, ikkita qo'chqor. Adashman Qodirxon, charchadingizmi? Soni ko'pligidan bor. Mana hurmatli obunachilar, mana shu bittasi. Qaysi biri ekan? Turuvdi qaranglar. Tag'im u hozir sariq qo'zni chiqardim deb bu narxini ham o baland kelib 3 milliondan deb yormang, ha? Men narx aytaman, bor otangga rahmat, kommentariyga yozishadi faqat. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar, kimga yoqsa aloqaga chiqarasiz, shaddodligini qarang. Raso o'ynaqli ekan. Buni xo'p, bo'ybaslarini buni ham 60 ga beramiz. 60 ga ketaveradi bu. 60 ga olaveradi mana O'zi hurmatli hamma obunachilar. qo'yni o'lchasa-da, arabaga 70, 65, 68 chiqadi. Lekin puli arzon bo'ladi. Misol 60 deyapti. 60 tag'i padarki. Bo'ldi, 60 tag'i ularga bonus. Bonus, ha. Mana. Obunachilar, xudo xolsa, qo'ya olasizlar, bonusini olasizlar. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, buni Bo'ladi, qara. Qo'yiladi. Xudo xolsa, nihoyatda sifatligi, lekin bizga bu yengil-yengil foyda hisob bo'ldi. Bunga mehr qo'yib qo'ygan yerimiz yo'q. Mana sog'liq. buni sog'liq, ha? Ha, buni sog'liq ikkita qo'chqa. Bu ikkitasi qo'chqor ekan. Mana qo'ydi, qarang. Qashqa qo'y, boshqa qo'y deydi-yu. O'lmang. Uch qashqa ekan, ha? Xo'p, narxini nima deymiz? Narxini bularni. Buni narxinimi 26 dan ketaveradi bir joy. 2 million 600 ming so'mdan. To'xta, unaqa narx qilmaylar-da, meni juda. Ha. Shuni telefon qilishadi-da, 7,5 ga jo'nat 2,5 milliondan deyishadi. 2,5 million so'mdan 7,5 ga dastavkani qilib 7,5 beramiz. Telefon qilib jo'nat Hurmatli obunachilar mana. Soni 3 dona 7,5 million so'mga ishingizga yetib boradi. 2 dona qo'chqor, 1 dona sog'liq. Kimga yoqsa aloqaga chiqaveradi, xudo xolisa. mashlasin-da. Mashlar narxi xudo xolisa zo'r bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar, yoqsa aloqaga chiqaverasizlar, biz keyingi partiyalarimizni chiqaramiz. O'zi hammasini-yu. Xudo xolisa. Qodirxon video boshida aytgandek mana shuncha o'yinlarim bor ekan-a. Hamda bular qo'ydi. Hamma şeydan ekan. Buni qo'yaring bu qo'ylaringizni. Misol bular sotilsa yana to'ldirib qo'yasiz deyiladi. To'g'risini ayting, narx arzoni bor dedingiz, chiqaramiz bular. Madaga opa. Bunday lavz qilindim, otildi hisob. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q, bitta ko'rsatам yuraman endi. Hurmatli obunachilar. Buni qarang. Shoshilaveramiz mana.
Yem hashagini yeydi. O'tini o'zi tovib yeb olaveradigan qo'ylar. Xotirjam. Mana tikka dumba. Qarang, jonivorlar. Mashalloh. Haqiqiy xudo xolisa kelajakda ikkov nima bo'lardi? Qo'chqor Sog'liqda ko'paysin. Narxini tag'in bularni ham 2 milliondan devormang, ha? Yo'q, unaqa emas bular. O'sha boshida video boshida aytib o'tganingizdek, hech bola deyilmaydi. Qarab turing, uni yana beringlar. Ular narxini men aytaman. Voy voy. Qarang, chorslig'in. Buni narxi bor ikkov. Hop, 1 million 300 mingdan ketaveradi. 2 million 600 ming. 2 million 600 ming. Dastlabkasini ham qilib beramiz. Dastlabki ham qilib berilaveradi. Qayerga Bunimi? Vodiy bo'ylab shunday ketaveradi. Endi u yoqlarga hurmatli obunachilar mana vodiy bo'ylab bo'ylab 1 million 300 1 ming, million 300 ming so'mdan 2 million 600 ming so'm. Bitta xudo xolsa pensioner bobomizni pensiyasiga keladigan qo'y. Ikki qo'yli bo'lib qoladilar, to'g'rimi? Mana hurmatli obunachilar, kimga yoqsa aloqaga chiqaveradi. Managa vopa, xudo xolsa, shunaqa haligi qaytish boshqa narsa yo'q. Shunday telefon qilishadi endi. Ha? Agar ko'pchilik aytyapti, sen buni adorasan, bu qo'ying sotilib ketdi. O'sha sotgan odamning nomerigacha berib qo'yaman. Mabodo sotilib ketib qolsa, keyin yana keladi bundan, yana. Bo'l, tagisiroq bo'ladi. Tagisiroq. Orifjon aka, bu Cholib buvamiz ham keldilar. Bu bola haqiqatda arzon qo'yyapti ekan YouTube'ga. Hoji buvami? Ha, Hoji buva keldilar qo'ygan. Bo'ldi, mana hurmatli obunachilar, kimga yoqsa aloqaga chiqaversa, ekrandagi nomerlarga 1 million 300 ming so'mdan ikkalasini bir joyga bo'lsin. Shayda bor. Qodirxon, sizlar bozoringizni bersin, uka. Aytganingiz kelsa, xudo xolsa, qanaqa nima narsa kerak bo'lsa, mana videoni oxirigacha ko'rganlar uchun. Namangan tumani Tepag'o'ronga shunday kelishadi. Ikki tarafda qo'y ferma turibdi. Bo'ldi. Hamma yoqda. Shunday kelib telefon qilsa, aytgan qo'ylarni to'y berishga aqlimiz yetadi. Bo'ldi, mana hurmatli obunachilar, mana. Kelaverasizlar, xotirjam, xudo xolasa, bu tarafimiz ham qo'ra, mana bu tarafimiz ham qo'ra. Hamma yoqda qo'ra joylashgan. Tepag'o'ronga kelsalang, xudo xolsa qo'ysiz ketmaysizlar. Cholib bolam, Hurmatli mashqalarni qidirib keldi. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yasizlar, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring. Xudo xolsa bundan-da zo'r, bundan-da chiroyli qo'ylar sizlarga video syomka qilib taqdim etishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.